ko'rayotganinglar cho'ng tipki universal san'at programmasi Abida Cho'lpalla sahnasi. Programmamızda oyun bir şekil, oyunga yo'chirilgan aktiv energiya, oyunda aks etgan inoqlik, oyun ep kelgan shodlik huzuri dal bizning maqsadimiz. Biz ko'rishga taqozo bo'lgan cho'lponlarimiz, qaltis talanti bilan elni so'yindirgan, mo'l natijalar bilan hurmatimizga sazovar bo'lgan ilg'orlarimiz uchun sahnamizdan o'rin hozirladi. Ular tabiiyligi bilan, samimiyati bilan, ko'rmanlarga bo'lgan hurmat va mehr muhabbati bilan sahnamizni avod qildi. Xilma-xil o'yinlarga moslashib, o'yin ichiga qizg'inlik va hayajon bilan singib kirdi. Ba'zida balalardek umar, ba'zida yoshlardek qizg'in, yana ba'zida mo'tivarlardek tamkin obraz bilan o'yinda yengib olganda kollektivning kuchini, ajr mevasini tantana qilsa, yengilib qolganda texmi hayajon va kam qo'saqlik bilan esil san'at nomerlarini o'rinlab, ko'rmanlarimizning ko'nglini oldi. Cho'lponlar sahnasi har millat xalqining shodlik sahnasiga aylandi. Har oyda yangi cho'lponlar, har sonda yangi o'yinlar, naq maydon komediya, kulki chaqchaqlar, shodligingizning avji dal cho'lponlar. Salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, salam naq maydondagi qarg'anchilar, ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Do'lan o'qachilik chekish shirkati birlashib ishlagan Abida Cho'lponlar sahnasi programmasi. Men riyosatchi Mahira Abdug'aniy. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, biz kiyimlarimizni yangi ishlab taqib bo'ldik. Endi birinchi bosqichlik o'yinimiz To'g'ri teping o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini harakatchan tam to'sib turadi. Birinchi a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zoga yetkazadi. Ikkinchisi orqadagiga yetkazadi. Eng oxiridagi a'zo riyosatchiga o'z qaras qilgan so'zni aytib beradi. Bu jarayonda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, qani Asr Yulduzi gruppasidan Abdukerimxon boshlig'idagi ustozlar sahnaga marhamat. Qo'shnur gruppasidagi Yalqon Safar ustoz boshlig'idagi barcha guruh a'zolari sahnamizga marhamat. Yalqon taqdikilar kep. Batizan ki Çimen taqdikilar. Xayrgilda kayfiyat. Çimen taqdikilar ma Yalqon taqdikilar. Yangi nas qanday bo'ldi ekan? Yangi narsa Bundaymiz endi yemish bo'lib turdi-ku. Yangsaqmi bir o'yin. To'g'ri. Shundoq o'tag'an tomoshabinlar bo'lsin. Her bir tomoshabinga o'zimizning xursandlik bilan ashlan bahrlandirdik ekanmiz. Bizmi mushu holatda xizmat bo'lgandan xizmatning ichidagi xursandlik tepatimiz. Yalqonka, birinchi to'g'ri yetkazgan o'yinga xili ko'nib qoldinglar. Bu qitim yana so'ngqon chiqarmi ya? Ko'nib qoldi. Ben de talab qilib modayla kemetkenme endi bo'ladi-da. Bizni bir maymun doğratqısınlar. Ha? Bizni bir maymun doğratqısın. Undaq bo'lsa, Qo'shnur gruppasi yozsin, maslahat topamizlar. Ma'qul. Boshlaylik ya. O'yinimizni boshlab ketdik. Qani Abdukerimxon, sizlar Asr Yulduzdikilarning o'rninlarini bilib olaylik. Qaysi video tushuniga chemenjan. Yazvatamda. Yazvatida marman. Bular bilan tozi. Ma bo'shangda erib ketdi. Mishel anasidan skip maktabga anasini saqlab Başladik. Qo'shnur gruppasi Sadi qandaq bir ibora yozgandi? Maqol tamsilida yoki ma'lum bir. Bu maqol tamsil yo'q ekan hozir aytmagan narsa. Ha. Hamda biz Xayriguldanning mahoratini Vangjanjanga yetkazamiz. Undaq bo'lsa, tam to'siq ilutilsin. Başladik. Vaqt to'shdi. Vangjanjanglar. Mehmetcan marmang, qaramang. Vangjanjangning ifodasi shunday yaxshi bo'lardi, ha? Vangjanjang 表演的特别的到位，每次他的表现特别的好。Xasiyat adamga keldi. Nereye çekem to'shdi. Shujendala.
Tam to'siq yeb olsin. Sheshe xasiyatlovchi. Sheshe. Mehmetcan, Manxut. Tavlama. Shijenda ala. Bo'ldi tamtos. Abdukerimga keling. Yeb olsin. Abdukerimga keling. Yolqinga bek izil o'tiryapsiz jumosh qilib. Bishega. Bo'ldi, ishga ko'rib boshliqanalar. O'zara. Abdukerimga. Bir nayta açıgaman bir erkişten gibi buladı bu yerda. Mehmet akam xeyli tirishdi, bo'lmasa sizga cho'qim to'g'ri yetkazib beraman deb. Endi buni qaynata deydi desem abim kaynanma gelip. Bu bay bir hocam komşuk mu ya? Ammo achig'i yomon. Açıgaman iş kılıp bir erkişi bu. Kurtuva. Bir yig'in so'zga yig'incha qilsa, 5, 4, 3, 2, 1. Ya'ni Abdukerim kamonning eng oxirgi javobini anglaymiz. Kaynata degan emas, lekin yeng aldım. qaynota. Oxirgi javobingiz. To'g'rimi? Oxirgi javobingiz Abdukerimga. Abdukerim akam Ağır cevabı iş kılıp benim düşeniginem kaynananın yeri şu kaynatını düşendir. qaynota. Eng oxirgi javob. Yolqinga. Sizlar nima deb yozgan? Sizlar nima deb yozgan? Bizning qizlar qanday yozdi ekan? Ben de birinchi. Siz ko'rdingizmi? Gulbarada? Qiynana. Ha? Qiynana. Yana qaynona. Qiynana. Ha. Kayın anı mı atı mı? Ana. Qaynona. Ana? Kaynatda. Aslında çiftin birini uçurmetke okşayla kinem. Kaynananın burtu yok akşam. Kaynatda. Qiynata. Ya to'g'ri. Qo'shnur ko'rib Qaynota. Qiynata. Bu ko'rib haqiqatan aqlliqga. To'g'ri. Qiynata. Yolqinqa, guruhga a'zolari xatni nayt yaxshi ko'rib elib o'zaro tasdiqdan o'tkazganmi yo bir odam yoziblar chiqqanmi? Ya, mush qiz aytdi daqqatdi. Deb qaptimi? Aytdi daqqatdi bo'lmasa undan emas. Qiynata. Aa biz kaynananı çıkargandık ki bununla kaynatını çıkargız gelgen okşaydı o. Demek qiynalsa hamroq shu. Yolqinqa, men dava berishdan xijil bo'lganman. Bu qitim kim yangdi? Nima bir yangladi-da. Yangdi ya. Bu qitim shunday bo'ldi ya. Asır qaranglar. Biz yandı qapamalıcıma. Yana bo'lsanda. Yana sizlar yangdi. Asir guruhi. Biz yeni öğrendik. Biroq ya. Qo'shnur guruhimizga yana bir qitim yengib elish fursati bor. Ha, lekin hozir men musobaqani yana bir qaytlaymiz. Endi yezish navbati Asir yulduzi guruhisiga. Abdukerim kamonning Asir yulduzi guruhisi yozidi. Endi Qo'shnur guruhisidagilar topsizlar. Bak. Bo'ladi. Oldu. Bunaqa ma arliqlarda biz bir tanishaylik Yolqinqa. Maslan navoda kerak sizlar yengib olsanglar, Asir yulduz guruhisidan kim nomer o'rlab bersa yaxshi bo'ladi. Hammamiz birlashibmi? Unaqa bo'lsa tirishinglar, katta. Diqqat Guljamal, sizdan boshladik. Boşkanlar yo'qolib ketdinglar-ku. Aşkına boşan ketdinglar. Hey! Ha boşandı chiqinglar. Boshladik. Tam to'siq elitilsin. Guljamal boshlang, ha? Birinchi tam to'siq elitilsin, ha? Guljamal ovoz chiqarishga bo'lmaydi, ha? Boshladik. Vaqt qo'shdi. Ha, tamlarni itaylik. Biraz yaxshi. Yolqinqam guruh boshlig'i. Qo'shnurning guruh boshlig'i. Voy. Ha. 500 yil yotgan tog'ning tagida qada chiqami degan. Vaqt qo'shdi Rabiyada. Bo'ldi. Vaqt
Bu to'shdi. Ha, mayaqqa. Hay, Rabigul, gap qilmaylik, gap qilmaylik. Gulbarada Hamidga manga yetkazib bering. Tashqi beslik qolgan. Hay, Rabik qilib qo'shaman. Gap qilmaylar Gulbar. Voy. Rahmat, vaqt shikir ketinglar. Qag'alash shikir ketinglar Hamidga. Qo'shanga. Ha, Mehmetcan sen mal loşanlı qara. Men mal loşanlı qara. Hamidga miklang. Hamidga men bishra ham tushdi. Mehmet. Xo'sh. Ha. Nima dedi? Meqizin deyli. Hey. Qirg'onda. Tashqi beslik qolgan. Endi gap qilsangiz bo'ldi Hamidga. Gap qilsak bo'ldi. Hadi. So'zish. Ha. Kendi yana. So'zish. Ma? Yo'q. So'zmaslik. So'z bo'lib so'zmaslik. Şeyma. Kim mesela? To'xtanglar. Sakra. 5, 4, 3, 2, So'zib. Ha. 1. Oxirgi javob. Devasın ha. So'zib. So'zib armelish. Ha, so'zib. So'ning tepede arameli. Yopirmoqning tepede. Demek bu yopirmoqning tepede kan paqa degan gapda bu. Paqa. Yopirmoqning tepede paqa. Ha, paqa ekan. Paqa dedi mana. Yopirmoqning ustida kan paqa dedi. So'z bo'lib yopirmoq ostida aramayotgan paqa. So'zib. Bu o'zi bo'lib yopirmoqning ustida yotgan paqa. Beliq. Ha, beliq. Ha, yana bir iyiqmi deylar? Yo'q. Hamidga o'ylash iqtidoringiz qo'l qo'ydi. Ha. So'zib. So'zib kitib. Yo'q. Ozdurma. Haliga qo'ydi og'izda olib. Hay. Aslı qadam. Sayaqqa. Eng oxirgi qitimni ko'rsat, ha. Eng oxirgi qitim. 1 2 3 xonana 4 Limanda uzun yozgansa uni. Qisqa. Eng oxirgi javobingiz. Endi vaqt qolmadi ya. Eng oxirgi javobingiz. Uzun yozgan. Bu ham o'xshash. Hay. Beliq. Lan beliq. Bilak. Oxiri topdi. Faqat Yandanlar. Beliq degan Beliq. Onun ustiga sabr Beliq. Beliq. so'yoq beliq. Ana, beshi var yo'q, chechi yo'q, ko'zi var yo'q, qeshi yo'q. Ya to'g'ri. Chunki Gulbar o'zi shundoq chiroyli Üzmedi. Shundoq namoyon qildi, to'g'rimi? Ha. To'g'ri. Abdukerim Men shu uzun yozganda o'ziga yana bir ko'rsatib qo'yiladi. Mayli. Guljamal xonimning javobi bo'lsa, eng avval kelgini Bilaq desam, ha? Gap bo'ldi. Biliq deb bo'ldi. Bilaq. Guljamal. Nekran. Ha, bilaq deb ko'rgan. Ha, sizni kim ko'rgan? Bilaq deb ko'rgan. Sizning ko'zingiz shunda o'tkir, ha. Ko'zim hayotda kirib to'solmagan bo'g'iydi. Ko'rdingiz? Xursandlik qilyapsiz. 3 2 1. Ha. Pili qurdi. Hopla. Hopla. Shunda munosabat ya, pili qurdi. Pili qurdi. Badashim yaxshi qilgan. Can yok nasıl yazma? Can yok nasıl yazma dedi beni. Çünkü Allah'ın sizi yetkizgini hakikaten güzel bir belak. Sahip Cemal belak. Sahip Cemal belak. Bu sırada koygan olsun kurt zaten. Onda bo'lsa, men shu Adila qaramayman. Manda qilamiz kurt demay turib biz qo'lavatimiz degan gap bo'lib qolibdi. Men musharriq etim, faloni yangdi deyishni o'yilgan bo'lib qoldim. Guljamal, siz birdan kim yangdi? Albatta mushgur yangdi. Desam bo'lamdi. Hadda bo'ldi, deydi. Asr yulduzlarini yenganlik uchun bir tane cho'lpon kapsi so'qildi. Muborak bo'lsin. Hamidga qo'yib o'taylik. Siz kattasiz bu yoqqa. Mayrada mishada bir yaxshi fursat keldi. Hamiddan beliq deganlik uchun Hamiddan naq maydonda bir mahorat o'rindab beliq degan xatoligini yuyishga taklif qilgan bo'lsa, ma'qul. Undaq bo'lsa, sizlar cho'lpon kartasi oldinglar. Qo'sh mukofotlansizlar. Hamidga mahorat ko'rsatdi. Ko'nginglar bormi? Bor.
Bunda olsun ben. Mameldi nimiş Hamid bir ketdi. şiir Ovoz doğratmayın. Ovoz doğrash maharati bek yaxshi bo'ldi. Bir so'ynab Yine Hamid Kam'ın maharetini göreyler. So'ynab turgan mishadimda. bir laqshi tayli bize. Gülüm gül yar emes mu yurdum kaçmaz mu. Gülüm gül yar emes mu yurdum kaçmaz mu. Bizi yaman diyenler ay yalan emes mu. Yarıhan ay koylarımsız koylarım. Oy, bozmadı. Rahmet. Korkaydı yalnız. Neymiş ki? Neymiş ki bu balını çokum tokamen dep durup alasın. Neymiş ki? Neymiş ki ana balı işkanlar deginimle irişelesle. İrişin. Canhayını tatıp aldı. Sen bulsan kıyışımdan köfenle ip ketmekçi. Benim turmuşum sen ana bala tarafından kayıtı veyran oldu. Hemen nersemden ayrıldın. Tonğanım. Hiç demek erişenmeydi han Tonğanım. Talada kahan Tonğanım. Yüleksiz Tonğanım. Bu bana alıburun ölüş gerek gibi. Bir apan hemra boğun. Sen de hey. Apam bilen ölümdü tüygeç.胆子越来越大，撒谎、造假、登峰造极。你给我跪下！跪下！说话呀你！我就要让楼上的人都知道，你女儿是个骗子。你看什么呀，林大为？在孩子教育问题上，你每次都跟我离心离德。我给他上弦，你给他松绑，这就是结果。你看到了，你质疑什么呀？你想反驳什么呀？ Yürüken bakan sırrı yoğunap, yalgan gap kılıp köz boyamçılık kılıp çiki giyitipsen. Tezlan! Tezlan! Tezlanmam sen! Gap kılmam sen! Ben bütün binadaki kişilerge kızımızın algamçılığını devrettim mi? Nemeye qaraysız Lidavi? Balı terbiyeleş meselesinde ezelde men bilen bir yolda turmaysız. Men çan baş kursam siz koyup birsiz. Köydünüz mü bana bu neticesi? Emde nime deysiz? Vamos ha, keşi. Qadimdan tortib bo'ri bilan qo'ylar o'tirisida jang qurg'on emas. Nurg'un asrlardan buyon qarishliq orqali bo'ri bilan qo'yning munosabatida oxir o'zgarish bo'ldi. Ko'k bo'ri bilan qo'ziqush qo'yning qo'l elish so'zini belgi qilib, qo'ylar bilan bo'rilar inoqlikda birga o'tadigan yangi davrni kutib oldi. Biroq tinchlik o'yla uncha ravon emas edi. Derhal şatlıkları rayonu qaytaylı. Tekşürüş etirdi muz qitadi barlıq xarabılıqni bayqapdı. Meni birgi berib tekşürüp beqishq teklif qildi. Amaliyatda muz qita burun bir dengiz edi. Muz irasida muz tutib, qor muzluq zaminga aylanib qoldi. To'xtab turing, men qarab baqay ya. Voy, zibu zinat buyumlarini hammadan bak men biladigan tursa meni chaqirmabsiz-ku. Maktabni bitirgan kichik qizlar sovg'at qabul qilishni biladi. Ular zibu zinatning yaxshi nacharligini bilamdi. Ha, bugun uyga baldira qaytding ha. Pingirga oyda topshiriq beribdi. Hammamiz birga ishlaydi ekanmiz. Qarab baqay ya. Yana buni tanlanglar, bu salmoqroq ko'rinadi ekan. Mavbek olib borgan kichik qizlarni aldash qilib yaraydi ekan. Kechdi baldira qaytib keling ha. Sizni saqlayman. Hey, sen texmini qag'ab atamsan?
kallanın suyu var mı? Senin özü açancı mı? Sana desem-çi, Çenjin işkimiz hazırlıkka qaraganda teximi yaxshi yaşaymız. Qandak? Qapak kallanı silkivet. Sen kalendar erin beygong bilan bir ömür japatasanmı sana hiç kim naş çağırmaydı. Emsi onundan dünyada şuncha ko'p er tursa, nima uchun Çenjinga qo'l uzatganda so'rab boqay. Uning oldimda chiroyini o'zgartmay, jiddiylashmay turib, meni qanday qoldig'ini so'rab boqay. Bolangizning eshitga kichik bolani dadasidan mahrum qilishga qanday chidadingiz deb so'rab boqay. Uningdan so'rasammi bo'lmamda? Köpçülük! Neşbit məlhimi elіңla, 5 muçanga birçini berimen. Menin neşbit məlhimini yisanla, teninla salamet, zihninla nayt uçuq bulur. Gila. Məlhem elіңla. Məlhem elіңla. Uy, brother. Bugün seninle kayşamal, menin şiirimni anlaşqa uçurup geldik. Ben yaxşı okudunla. Şalvıqım ekipli kaldı. Bir iş var mıydı? Görüşmekle uzun boyuptu. Çay işkeç paralı şaylıydı gen. Bir iş var mı? Silegi birini tonuşturaydı gen. Kimdi? Bağandı bilisile. Yaxshi. Kızım iş bu. Neye ketkendi o? Fıtı çıkıp hiç ketmeyendi o, ha? Kasımı tamdan ardılanmaz. Teri! Uyan çıkın! Kim benim bu cahandaki oğurlarla bir şey geldiğini bilmeydi o, ay! En iyili şaptal oğurlap orada hargını bulap, iksirini elip kaçkanda hiç kim bende talaşmıgan, ha? Nime? Bugün meviden bir tal yeydiysen, sen nime de elip alırsa? Kim kırı? Evliya Esen, eli o elimin içken, hatta Murat bir kışımı. Aycan. Oy, sana ne oldu? Qara. Beklemliken. Adam geliyorsa, beklemliken. Evliya Esen. Boşan gel. Evliya Esen. Cimpor. Yerlerimizde oğurlamaptı. To'g'ri. Tez, o'yliq chiqib mevlarni sanab boqaylik. Bilas bo'laylik, tez. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aranda 22 qoldi. O'tsa ostirdi to'g'ri. Cho'qim ashula o'g'irladi. Hey, bulangchilar, yura. Qadrli ko'rman do'stlar, endi biz ikkinchi bosqichlik o'yin turimizga kirib ketdik. Bu ikkinchi bosqichlik o'yin turimiz to'rdoshlarning va ko'rman do'stlarimizning izchil eng yoqtirishiga erishgan o'yinlarning biri. Yaltiroq chiroy o'yini. Yaltiroq yuz o'yini. Bu o'yinga har bir guruhidan bir guruh a'zosi bilan 2 dan 4 nafar karxonchi taklif qilinib o'ynaladi. O'tirg'i yaltiroq elingan rasm ramkasini yuzi bilan ittirib yirtidi. Vazifa qilingan ramkalarning qaysi guruh a'zosi burun yirtib bo'lsa, shu guruhga yengan hisoblanadi. Ya'ni yaltiroqni chiroy orqali teshib chiqarib yetadigan o'yinda endi ikki guruh a'zolaridan 3 dan adam bu o'yinga qatnashadi. Abdukerim aka, Asr Yulduzdan kimlar qatnashsizlar? Qo'shnurdan Yalqin aka kimlar qatnashsizlar? Oyunumuzun qoidasi cho'qim chiroyimiz orqali teshib o'tib ketamiz. Hargizmi bosh orqali, qo'l orqali teshib bo'lmaydi. Undaq bo'lsa birli vaqtda boshlamdik, bir guruhdan kelamdik.
Birli vaqtda boshlaylik ya. Birli vaqtda boshlaymiz ha. Tayyorlik vaqtimi? Men bu yoqqa, siz oyoq Men bu yoqqa. 3 2 1 başladım. Qayshi? Voy. Yolqin kapish bo'ldi. Besh bo'ldi. Asr yulduzi grupsi yengib chiqdi. Yolqinga bugun bo'lamdikin desek baji bo'lib qoldingiz-ku. Siz bugun rasmiy o'xshabdi. Afsus, Rabiguladan hozirgacha tishamay qoldi ya. Demak, bu musobaqaning natijasi ajab ishtik chiqib ketdi desa, sizlar yengib chiqdinglar. Afsus, sizlar yengildinglar. Yolqinkamning burni yaltiraqda mandaq ko'tarilib, Sunurkongdan bir xil baji qiyaptiga o'zgarib qoldi ya. Naq maydonda ekran oldida qadrli ko'rmanlar, ko'ryapsizlar. Abida Cho'lponlar sahnasi programmasi. Programmamizning 3-o'yin bosqichini yoqtirib ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. 3-o'yin bosqichi dal korxonchilar bilan hamkorlashib birlikda o'yin o'ynash bosqichi. Bu bosqichda biz naq maydondan 2 nafar korxonchimizni qaytib, shunaqla har bir guruhdan 2 nafar a'zo birlikda yoga usuli o'ynaymiz. Ya'ni yoga top o'yini. Yoga top o'yini. Bu o'yinda har ikki tarafdan ikki a'zo bir bo'lib, cho'ng to'pni dumbasiga qisib usul o'ynaydi. Qaysi tarafning to'pi baldir yerga tushib ketsa, shu taraf yengilgan bo'ladi. Demak, 2dan korxonchi har 2 guruhga qaytilsizlar. Har bir guruhdan 4 dan a'zo chiqdi. Demak, 2dan bo'lib to'pni qistirgan holatda eng go'zal oltinlarni bizga namoyon qilib usul o'ynab bersizlar. Kimning usuli chiroyli? Asr yulduzi guruhiga Lenda shirkatidan Husayn apandim, Shinjon Qo'shniqo'm baxt savdo chekilish shirkatidan Ayshugul xonim chiqdi. Qo'shnor guruhiga bo'lsa Sartar shirkatidan Qaysar apandim, Iran shirkatidan Munira xonim chiqdi. Qani, marhamat. Abdukarimka, sizlarning guruhidan qaysi 4 a'zo qatnashdilar? Yolqin sizlarning guruhidan 2 nafar. Ha, chiqdi. Usulchi. Qanday usul o'ynaymiz? 2 nafar, 2 aylanchisi bo'ldi. 2 ma? Ha. Diqqat, ko'pchilik. Bizning usulchilarimiz naq maydonda tayyor bo'ldi. Unda bo'lsa muzik tayyor bo'lsin, boshlaymiz. 3 2 1 boshlansin. Harakat boshlandi. Haminglar. Aylanib sahnani cho'g'rab. O ketma. Muzika keltirib. Ketma. Cho'g'lang. Keltirib, Yendigan chiroyli qa. Husayn harakati shunday yaxshi oladi-ku, ha? Husayn sho'x. Harakati cho'ng aylang Munira. Guljamal harakati cho'ng aylang. Maqaranglar qayerdan qo'lishimda egiz chiqyapti-ku. Ha, mayan qaylanlandi. Qo'linglarni egiz tutinglar. Sen cho'ng harakati. Davom qilsin, qo'l. Oyoq. Qaysar qo'linglarni. Qaysar chiqdi. Salom bo'y. Davomlashtiringlar. Davomli. Bu yerda chiqadi-ku, ha? Davomli qil. To'g'ri tuyatdi. Sho'x o'ynaylar. Sho'x o'ynaymiz, sho'x. O'yinimiz oxirlashdi. O'yinimiz oxirlashdi. Bu qitim qo'yinimizda mandaq bir qiziqarli ish bo'ldi ya. Sartan shirkatidan chiqqan Qaysar apandim nayt apchilamlik bilan to'pni qo'li bilan tutib ichiga kirgizib atgan edi. Biz musobaqa qoidasiga xilof qildik deb to'pni tushirib atdik. Demak, dastlabki qadamda Qaysar bilan Munira to'pni tutib qolgan. Shu to'pni biz tortib olgan. Shuning bilan ikkinlarning to'pim tushib ketdi, sizlar yengildinglar. Asr yulduzi yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Nayt qoidalik sifat o'ynab berdilar. Rahmat sizlarga. Sartan guruhidan Qaysarjon apandim. Birinchisiga uqtirib qo'yganligingiz uchun, ikkinchisiga o'yin qoidasiga xiloflik qilib to'pni silab qo'yganligingiz uchun cho'qim ig'ir jazo olishimiz kerak. Jazo olmaydi.
bir ko'ribga bergan sovg'atning o'rniga 2-3 ko'ribga chiqish kerak bugun. Ha, nima sovg'at bersiz? Salam karxançılar, ekran aldidagi tomoshabin do'stlar. Men Şinjan Sertan guruhining bosh direktori, Bayliq to'rining qurg'uvchisi Qaysarboydan hammanglarga o'tib salam. Men bugun shu ikki tarafga bizningki Xotan Eksan o'sim kasalliklar doktorxonasi asosida qurilgan Sertan guruhimizning 70 yillik tarixiga maxfiy asosida ishlangan Uyg'ur tiyobat mahsulotlaridan xonim qizlarimiz uchun yoshlik bahori, xonim qizlar yoshlik bahoridan bir yurish, bizning er cho'lponlarimiz uchun Tenqran tabletidan bir yurish sovg'at qilay. Rahmat. 70 yillik maxfiy display chiqdi mana. Xo'sh Munira. Salam naq maydondagi cho'lponlar, karxanchilar, hammalarga hozir vaqt xayrli bo'lsin. Men Şinjan Eren sut chekish shirkatimiz ishlab chiqargan Sösün Metlus qo'liliz asosida yasalgan teri yashartish yurishligidan ikkili guruhdagi mehmon ham sohibxon guruhdagilar bir yurishdan kech kunduzlik may chaplaq girim hammanimizdan bir todli sovg'at qilib etay. Voy rahmat, topni tutib qolganniki javob kapatida bu ha. Rahmat sizlarga. Bizning asr yulduzi guruhi ishqital cho'lpon kartiga erishib bu sonimizning chempionligini yana qo'lga keltirdi. Olibmi? Ta'sir qilmas bo'lib ketdi. Muborak bo'lsin. Sizlar bir tal cho'lpon kartiga erishdinglar. Afsus yengilib qolgan bo'lsanglarmi? Lekin xo'shallik bilan programni oxirlashtirish oldida turvatimiz Yolqinka %99% yengishni kelar songa qo'ydikmi? Ma'qul. Undaq bo'lsa, biz kelar sonda ovoz artistlari qo'shinidan tashkillangan bu guruhning yengib chiqishini to'rt ko'zimiz bilan saqlab baqaylik. Qani yengalandi? Biz uqmaymiz javobini kelar sonda beraylik. Bo'ladi, kelar sonda ko'rishga aman bo'laylik. Xayr xo'sh.